Azizlarim, mana Shavkat Miromonovichni mana bu so'zini tinglanglar. Buni hammalaring ko'ryapsizlar. Mana bu video qachon ketibdi, hozir ko'rsatib qo'yishlarga. Xalq hozir xalq yorildi, dahshat. Hatto hojatxona pulini ham yeyishib boryapti ekan. Onlayn TV 70 marta 20 soat o'tkazibdi. Bugun men sizlarga yana aytaman, 11-aprel juma kuni. Uni diqqat bilan qulasanglar, keyin men ham yorilaman. Xalq yorildi. Yorilyapmiz azizlar. Yorilib yotaveramiz. Shunaqa mana quloq soling, prezident nima deyapti. Boshdan tinglanglar mana. Prokurorga odamlar bilasan, yorug' yuz bilan qarash kerak. O'g'riga o'xshab qarash kerak emas. Korrupsiyani yo'q qilolmayapmiz O'zbekistonda. Prokuror degan nomga munosib bo'lish kerak. Kerakligicha oilaga ham, sharoitga ham yaratib beradi. Hammalaringga. Quyi pog'onadagilarga ham. Sektor rahbarlariga bu ham qurib berdi. Keling, yana bir marta azizlarim, yana bir marta quboshdan qo'yib berib keyin sizlarga. Qonun ustuvorligini ta'minlash kerak. Prokurorga odamlar bilasanmi, yorug' yuz bilan qarash kerak. O'g'riga o'xshab qarash kerak emas. Korrupsiyani yo'q qilolmayapmiz O'zbekistonda. Prokuror degan nomga munosib bo'lish kerak. Kerakligicha. Shavkat Miromonovich, janob prezident, siz shu hayqirigingizni eshityaptimikin? Farg'ona shahar prokurori Sherzod Mavlonov, siz shu hayqirigingizni eshityaptimikin? Mana bu prokuror, viloyat prokurori Baxtiyor Ismoilov, bular jinoyatni yashiryapti, Shavkat Miromonovich. Bular jinoyatchi, mana bu Farg'ona shahar prokurori. Hayqirib yotibman, janob prezident sizga. Bular jinoyatchilar yashiryapti. Shavkat Miromonovich jinoyatni yashirgan ham jinoyatchi bo'ladi-ku axir. Men bularni internetda 2 yildan beri avvalgi meni farzandlarimni o'ldirishdi. Shu Sherzod Mavlonovni fosh qilganimdan beri, yolg'onchiligimdan beri. Qachondan beri bularni to'g'risida mana shu Sherzod Qudratxo'ja chiqib xalq ishiga borolmayapti-ku. Na bir o'zi, na bir shogirdlari Shavkat Miromonovich o'rga qaraganda qarayapman men. Jinoyatchiga qaraganda haqiqiy jinoyatchilar-ku bular. Yana aytasizki, ko'rmaslik qoladi. Sizga yana qanday qilib hayqirish kerak, janob prezident? Kirgizib olib kirib qo'yilganman mana bu viloyatni hamma kattakon mana bu tekinxo'r korrupsionerlariga, generalga olib kelib berganman men. Qanday qilib o'g'rini qo'llashyapti? Axir sizga qanday qilib yetkazish mumkin, janob prezident? Mahallani raisi o'g'ri uchastkov bilan hamkorlikda bir necha yil muqaddam qazo kelgan boy pensionerda uyni talon-toroj qilishdi. Ismi mashhur Ahmedov uchastkovoy ismi. Uni generallar, prokurorlar, hokimlar mana endi xalqimiz ham, sizni qizingiz ham yashiryapti. Bosh prokurorga aytyapman hayqirib. Yana nima deyish kerak sizga, Shavkat Miromonovich? Qachon siz o'zingiz aytmoqchi? Tokaygacha bunday qilib xalqni bunday qilib ishontirasiz, lekin izchillik bilan birorta tanbeh berib, qamang olib kelib mana jo'nating, mana shu komandangizni Farg'onaga kelsin, men shahar prokurorlari qilgan, viloyat prokurorlari qilgan o'g'irliklarni ko'rsataman. Shaharning butun territoriyasidan o'ray. Bir kuni eshitasiz Shavkat Miromonovich, Mallaboy Ismoil o'ldirilgani haqida. Oz qoldi. O'shanda aytasiz, menga aytmadingiz deysiz, o'tani u Qoraqalpog'istonga borgan singari. Qizingiz sizga xiyonat qilyapti-ku. Kuyovlaringiz xiyonat qilyapti-ku sizga. Aytgan gaplaringizga. Sizga hech narsani olib kirishmasa. O'zbekiston xalqi Tokaygacha manaqa telefoningizni ushlab bunday qilib pisib o'tirib like bosishdan qo'rqasiz. Men sizga aytyapman, hayqiring. O'zbek, o'zbegim, xalqim,
hayqiring prezidentga, har bir telefonda hayqiring. Siz quloq solmang. Mana hozir mana undan avval nimani tingladim. Sherzod Qudratxo'ja bilan hozir olib qo'yganman, bu ham ketadi. Abdurahmon Tashanovni ikkalasini bitta joyga yig'ibdi, ana bola. Sherzod Qudratxo'jadan bitta, ko'rasiz, Sherzod Qudratxo'jaga quloq solmang, u dimog'ni qarang, kerilganini qarang. Undan keyin yana nimani ko'rdim? Bitta videosini. Jahongir Muhammadga savol beryapsizlar. Jahongir aka, sizni hali ham ta'qib qilyaptimi oilangizni, opalaringizni? Javob qilyapti. Opalarim meni esimdan chiqarib, hozir ancha bo'ldi ketganimga deyapti, lekin mana opalarimga ta'ziq, singillarimga ta'ziq o'tkazadigan bo'lsa, bularni sharmanda qilib tashlayman deyapti. Xulosa qiling. Qachonki uni opalariga yo singillari, opasi bor ekan, singillari Xudo umrlarini uzoq qilsin. O'shalarga qachon endi ta'ziq qiladigan bo'lsa, men O'zbekiston davlatining sharmandasini chiqaraman deyapti, azizlarim. Hozir sizlar qo'llaring oldi. Qizim. Alo, qizim, men video qilyapman, keyin senga qaytaraman. Bo'ptimi? Hop. Eshitlaringizmi, azizlarim? Mana shundaqa, hozir aytdim. Sizga yordam bermaydi. Sizlar juda nimalaringiz ko'p muxlislaring. Lekin shu Jahongir Muhammad to'g'risida aytib qo'yaylik, azizlarim. Jahongir Muhammadga men ertaliga savol berganiga Islom Abdug'aniy Karimga otangizdan qolgani yo'q, jonini hovuchlab qochdi. Qanday qilib bilan ketganiga davom ettiraman fikrimi? Xuddi shu savolni Sherzod nima berdi? Azim Beknazarov. Lekin qochgan yo'q, Azim Beknazarov. Xuddi shuna qilib askar akabga berdi. Qamaldan chiqqandan keyin prokuror bo'ldi. Ikkinchi prezident davrida. Alisher Navalniy o'lishini bilib turib qaytib keldi. Sizlar zo'r yashayapti. Savollaringizga javob qaytarib, yana ham to'kindan hayotini qilyapsiz. Muxlislar ko'p. Siz yo'qlab chiqinsiz. Xidirnazar Allohqulovga shu darajada murojaat qilinglar. Xidirnazar Allohqulovga. Mana kanali bor Xidirnazar Allohqulovga sizni muommangizni olib chiqadi Xidirnazar Allohqulov. Shu yerda kurashib yotibdi. Hayotini qurbon qilib. Ismoil boboni bir qo'llab-quvvatlab nima savollarni beryapsizlar, savollaringga javob qaytarib o'tirib, bamayli xotir choyini ichib Vashingtonda. Ulug'bek Ashurni qo'lidagi materiallar bilmadim nechta sudga yetarkan. O'zbekistonda umuman ag'dar to'ntar qilib tashlasa bo'ladi, xalqaro sudlarga berib. Amerikada yashayapti. Ulug'bek Ashur, Jahongir Muhammad. Sizlar ularga murojaat qilmanglar. Ularni albatta topayotgan bo'lsa kerak qanday mablag'. YouTube'dan bir tinim mana haromlarga quloq solmanglar. Like pul yig'yapti deyotganlarga. Men hayotimni sarf qilyapman. 95-yildan beri. Ikkita farzandimni yo'qotdim. Sog'lig'im ham hamin qadar bo'lib turibdi. Siz bo'lsa sajda qilasiz qayerga chetliklar. Nimani ham ko'rdim hozir. Dev yigit bor, razborchik. Juda aqlli gaplar gapiryapti. Xalqqa rahmi kelib, Shuhrat Musayev. Xalqimizni yodini olib ko'p gaplar, lekin o'zi qanchadan olarkan har bitta videosiga, Shuhrat polvon, qanchadan olasan bolam har bitta borgan joyingga, yoritganingga. Hajlarga borib kelding. Yoki bo'lmasam, kechagida kelganda uyimga kelganda shoir aka bitta bloger undan $1000 so'ragan ekan. Ismini aytmayman. Mayli. O'chirtirib yubordi bitta narsasini. Voy, otaman qo'rqaman bolam. Men tushunaman. Labaroyda aytyapman. O'chirib qo'ydim. 200 odam ko'rgan joyida. Haligi nimani bilan videoni boshladim-ku. Ahror Usmonov qo'shig'i bilan. Ikki ko'z qo'shig'i bilan boshladim. O'shani telefon qilib, ota o'chiring dedi. O'chirdim. Men she'rlarni sharhlab sizlarga aytaman dedim. She'rlarda rosa zo'r yozgan. Bu qiz endi yaxshi niyatlar bilan boshlagan ekan. 17-yilda birinchi haligi Shavkat Miromonovich birinchi prezidentligini xalq bilan muloqot qilib
qilish, xalq bilan muloqot yili deb e'lon qilgan vaqtida yozgan ekan 2017-yilda. Ana she'rlar to'plamini bugungi kunda o'qisa endi ko'ryapsizlar. Salomat bo'linglar. Bugungi kun davom etyapti. Katta tashvishli xabar bilan, lekin buni xursandchilik xabari qilib aylantirib yuborsa bo'ladi. Abdurahmon Tashanovni Toshkent davlat yuridik huquqshunoslik bilim yurti, huquqshunoslik dorilfununi professorlari sudga beribdi. Sirojiddin Odilov bu Sirojiddin mediani o'zi yoritdi. Abdurahmonjon, agar siz meni eshitib turgan bo'lsangiz, siz nimaga Sirojiddin media, siz blogerlar yetkazinglar. Qaniydi Toshkentda bo'lganda, Toshkentliklar aytapanu. Kimlar sudga beryapti? Ustozlar mana bu o'zlarini qo'lda tarbiya olgan sudlarga chiqarishyapti. Abdurahmonjonga qandaydir tuhmatlarni qilishib. Ha, aynan tuhmat. Men bilan sudga chiqasizlarmi? Toshkentning yuristlari, Toshkent davlat universitetini sizlar qig'ircha olasiz olasizlar-ku. Shu o'rinda yana prezidentga murojaat qilaman. Shavkat Miromonovich, mana ko'ring. Ko'ring mana uni. Vatanni pozor qilishyapti bular. Qani, qaysi ma'noda? Agar sizlar zarracha hurmat qilganlaringiz edi prezidentda, yuraklaringizcha zarracha adolat bo'lgan edi sizlarda. Agar buni nima desa bo'ladi? Sig'may ketyapman-da ichimga. Abdurahmonjon, bularga ishonchsizlik bildiring. Ishonchsizlik bildiring. Agar bular sal-pal hurmat qilsa qonunlarimizni, prezidentimizni hurmat qilsa, xalqimizni, vatanimizni hurmat qilsa, ular sizni sudga bermasdi va o'zlarini professor deb atashmasdi. Faylasuf deb atashadi. Faylasuf bas bular. Yuridik universitet bo'lmaydi. Huquqshunoslik dorilfununi deyiladi. Mana ko'rdingizmi? 4-bosh qonunimizning 4-moddasiga pu deyishyapti-ku bular. Qarang. Bular korrupsioner, bular hammasi. Korrupsionerlar o'zlarida tarbiya olgan huquqshunoslarga, qozilarga murojaat qilib, xalqni dardini ko'targan bitta insonni sud qilishmoqchi. Dushanbaga qoldirildi deb eshitdim hozir. Dushanbagacha ajab emas, mana u internetga chiqara olsam mana uni. Toshkentliklar, Tokiyagacha ko'rib ko'rmaslikka olasiz vataningiz ahvolini. Kelajakda hech o'ylaysizlarmi? Shu yo'sinda yana endi men nimaga murojaat qilaman? Xudinazar domlaga ham. Xudinazar domla Alloh qo'lib, sizdan boshqasi ayta olmaydi mana shularda. Urg'u beringlar deyapman. Urg'u beringlar. Bular savodsizlar, hali mana unga qonunlarimizga turib qo'ygan yuridik universitetini professorlari o'zlarini qo'lidan chiqqan, o'zlarini qo'lida tarbiya olgan studiyalarga murojaat qilib xalqni o'g'lanini sud qilmoqchi. Qanchadan qancha juvonmark qilganlari kamlik qilgandek. Kim qoldi? Nima qoldi adolatdan sizlarda? Uyatmaysizlarmi sudga chiqargani? Siz avval o'zingizni davlat tilida nomlab oling, janob professorlar. Xudo ko'rib turibdi. Ya Rabbi, ya Rabbi. Mani sudga bera olasizlarmi, janob professorlar? Sizlar mutlaqo notavon bir nima deydi, savodsiz kimsalarsizlar. O'sha esirlarda qandaydir yo'llar bilan universitetda domla bo'lib ustozlik qilyapsizlar. Yana aytaman azizlarim, qonun ustuvor, qonun ustuvorligi. Qanun bosh qonundagi 4-moddani ustuvorligi. Qani aytinglarchi, mana shu qonunning ustuvorligini nimaligini his qilmaydigan qalbida universitetda dars berishyapti shu Dorilfununda. O'zbek tiliga tipirib qo'ygan, prezidentini hurmat qilmaydigan, qonunlarga nazar qilmaydigan kimsalar sizni hayotingizni mana O'zbekistonda ahvoli. Siz o'tiraverasiz, like bosishga qo'rqib. Mani sudga berishsin mana. Abdurahmonjon, siz
rad javobini bering. Ishonmayman deng bularga. Ishonmang, hech kim. Qarang, yana yopib sud qilishibdi. Eshitayda yurib Sirojiddin Odilov mediani o'zi video qilyapti. Nimasini yopib sud qilishadi, ha? Nimaga uchun sof? Qani prezident aytgan gaplar oshkoralik, ha? Oshing halol bo'lsa ko'chada ich. Sizlar qo'rqoqsizlar. O'shaning uchun yopiq. Yana aytaman. Nimaga videoga olishga ruxsat bo'lmaysizlar? Savodsizliklaring uchun. Sizlarga mumkin videoga olish nima? Menga mumkin emas. Boshqa biror fuqaro, boshqa biror advokatga mumkin emas. Uyalilar. Savodsizlar. O'zbekistonda adolatini shashvarini chiqarib yubordilaring. Shuni aytmoqchiman azizlarim. Bu razolatga jinoyatchilar boshqaryapti bu O'zbekistonda. Jinoyatchilar qonunga mana aytaman, general Ikromov, bitta prokurorlar hammasi yashirib yuribdi. Bor yo'g'i bitta uchastkavoyda, bor yo'g'i. Endi tasavvur qilavering. Kattalarda farzandlari mana kechagida qarshidagi militsionerlarda farzandlardan go'daylar qanday o'g'irlik qilayotganini. Tasavvur qiling. Uchastkavoyda qay darajada papalab panohiga olgan mana Farg'ona viloyatining kattalari butun O'zbekiston mana hayqirig'ini eshitgan, hattoki siz xalqim. Qayerdagi bir o'g'ri mahallani kirlib yuribdiman, prezidentiman deb. Mahallada raislik qilib. Xohlagan nobaqachilikni qilib. Hayqiring o'zbek. Farzandlar O'zbekiston kelajagi kuyib bo'ldi, kelajak kuyik davlat bo'lyapti bu. Qonunni buzganlar jinoyatchi. Jinoyatchilarni yashirayotganlar jinoyatchi. Zanjirli fikr yuriting. Men jinoyat haqida xabar qilyapman. Siz o'zbegim jinoyatga sherik bo'lyapsiz. Meni shu holga tushishimga siz ham sababchi bo'lyapsiz. Lay bosishdan qo'rqasiz. Hayqiring, telefon uzating. Prezident ketib borsin. Xalqaro sudga bering bularni hammasini. Abdurahmon Tashanov. Hurmatli. Nima? Huzurnazar domla. Axir tokaygacha hayqiramiz. Tokaygacha bu adolatsiz qozilar, adolatsiz professorlar universitetda dars beradi. O'zbek tiliga, davlat tiliga tupurib qo'yib o'zlarini haligacha chet tilda cho'chqa go'shti yeydigan xalqlar tilida nomlashadi. Musulmonmizmi? Nimaga Qur'onni maktabga kiritishmaydi? Namoz o'qishni aytmayapman, Qur'onni yodlashni aytmayapman. Uni nazariyalarni o'rgatishmaydi. Aman bo'ling xalqim, aman bo'ling. Yotaverasiz ana shu pisib qayerdagi savodsiz sudyalarga savodsizligi haqida bildirmasdan, adolatsizligi haqida hayqirmasdan